Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, biz bugün yana bir harf bilan tanışırız. Alдағы dərstəgi sod harfinin ol yakın kardeşi, tuğanı, amma ayrılıp tura bari tek bir harf bilan gina. Ol da olsan harf, dod harfi. Biz d harfini öyrəngənik, yumşaq dal harfi, şulay bi, da deydu deyib. Amma bu qalın avazlı deyil, qalın tavışlı d harfi. Naqta ol sod kibik yazılar. Ko'rdikmi? Naq sod. Amma ayra üstə bir nokta bilan gina. Şunday bir nokta, şunhalik kuchli tovush beradi. Da. Ham bütün yazılışı da naq sod harfi kibik. Daslar şunday tov yazıyız mana. Şulay bitin, bundan so'ng mana bulay, bundan so'ng endi şulay yazılar. Ham harf başında da naq sod şekilli yazılar, amma qo'yila nuqtagina. O'rtada da naq shulay yazılar, ham oxirida da nechik yazılar? Naq sod kibik. İllalamagar ayra shu bir nuqtagina. Bu bo'ldi bizning do harfi. Demak, nechik yozildi? Naq sod şekilli. Başında, o'rtasida ham oxirida. İllalamagar ayirdi bir nuqtagina. Masalan, dalla. Dalla. Başında ko'rdik nechik yoziladi shulay. Masalan, fadlu. O'rtada nechik yoziladi? Fadlu. Ko'rabizmi nechik yozildi? Fadlun. Masalan, fadl. Masalan, nechik oxirida yoziladi? Ardun. Ardun. Ard. Ard. Dod harfini nechik yoziladi? Ard. Ard. Ayrim yozildi. Ana ko'rdik boshida nechik yoziladi? O'rtasida nechik dod harfi yoziladi, ham oxirida. Shunda bizga hozir ko'proq endi shu dod harfin ista qoldirish uchun shu daftar olib ishara kerak, yozib chiqarish kerak, ko'proq ista qolsin uchun. Tag'in bir qavatlayim. Yozib chiqib. Avlaytib dod bir ishyu. O'rtasida bir ishyu. Ham endi oxirida mana shulay. İşte yaxshiroq qolsin uchun. Subhanakalloh bihamdik va ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.